Assalamu alaikum do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Sumayya. YouTube kanalimga kitap chiqarmag'ili bek uzun bo'lib ketibdi. Sizlarni bek sig'indim. Bugun Abduvali Ayyub dadamiz yozgan, Teklimakan Uyg'ur nashriyati nashr qilgan Tilimning ta'mi deki Yerilgan qutqab hikoyani o'qib beraman. Yerilgan qutqab. Burunqi zamanda O'tbek Turpanda bir oila yaşaydikan. Atının ismi Bektur, anının ismi Çoğluk iken. Balının ismi Destur iken. Ata bala her yili yazda taqa çıkıp otun taşıydikan. Ular otunlarını bazarda satıdikan. Bazarda almağanni ögzige besip qishda issiq qalaydikan. Ularning uyida Qutqab deydigan bir xurjun bor ekan. Qutqab degan talay qab, baxt qipi, omad qipi degan so'z ekan. Ular tog'dan o'tin kesib qaytganda ba'zida qorong'u tushib ketadigan. Undaq chog'larda Bektur xurjunni ichib, uch yulduzim uch, nur choch yo'llarga. Qutlar to'kilsin o'ng va sollarga deydikan. Xurjundan top yulduzlar uchib osmonga chiqib qaraydikan. Yulduzning nurida atrab yuriydikan. Yulduzlar qorong'uda ularga hamroh bo'ldikan. Ular uyga borgacha yulduzlar yo'l boshlaydikan. Bir yili turpanda qish bekmi uzrab ketibdi. Uy muzdek sovib, cho'g'liq uchoqqa har kuni o't qalabdi. Ular o'g'ziga bosgan o'tinlarni qalab bo'pti. Bozordanmi o'tin o'ksib qapti. Hammaydan chiqib o'tin kaskash turpanda yaqin atrofda daraxt qolmabdi. Bir kuni ota bola sovuqqa chidamay to'qsonga o'tin kaskili mangibdi. Ular donglardan esibdi. O'stanglardan kechibdi. Oxiri kun tiklashga to'qsondagi bir tog'ning bag'riga kepti. Ularga yiroqdan yulg'un eran chig'anlar bo'lib o'sgan bir cho'chqiliq ko'rinibdi. Bektur bir top yulduzning yanida to'xtab, "Balam, men o'tin kesib kelay. Agar kech kirgicha kirolmay qolsam, qo'rqma. Qorong'u tushib ketsa, qutqabning og'zini ochsang, yulduzlar yo'lingni yo'ritadi. Ular oldinga tushib, sen bilan o'ynaydi, ammo qutqabni ochganda uch yulduzim uch deyishini unutib qolma. Qo'shoqni to'liq aytqin, chala bo'lib qolmasin" debdi. Dastur ko'nglida, otam bosh chaqlab qapti. Har kuni deydigan gapni bilmay qolamdim deb g'uduribdi. G'udurabdi. Shunga u gapni to'liq anglamayla. "Bilaman, chataq yo'q. Sen mendan ansirmay ketmay yo'lingga mang" debdi. Dastur birdami yulg'unning shungi Yulg'unning shingni ot etib yugurabdi. Uningdan zerikib qumda mo'llaq etib yumilabdi. Anda patmichilar bilan o'kimikilan o'ynabdi. Angacha kechkiraymi deb qapti. Dasturning o'yini tugamabdi. Dastur o'yin bilan kech kirganni to'ymabdi. U qutqabni ichib uch yulduzim uch deyishini butunlay unutib qapti. Hamma yerni qorong'u bisibdi. Patmichuqlarmi ko'zga
gözgə görünməyə qalğanda dasturning isiga qutqab kepti. Dastur qutqabni ichibdi, ammo nima deyishini bilolmabdi. Uyan o'ylabdi, buyon o'ylabdi, lekin isiga uch degan so'zdan boshqa so'z kelmabdi. Shuning bilan u xurjunga qarab, uch xurjunim uch degan ekan. Xurjun köpdek cho'nglabdi. Xurjun yo'g'ona tekishidan so'kilibdi. Avval xurjundan yo'chuqlardan yulduzlar chiqib, o'yildab uchqancha cheksiz osmonda g'oyib bo'pti. Anda xurjun jort part purt qilib yerilib, ichidan o'yildab g'araldib, gurkidek bo'ron chiqishga boshlabdi. Dastur qora oda yo'lini ko'rolmabdi. Taraflarni ilg'a qilmay qayoqqa mengishini bilolmay qapti. U bo'ron qayoqqa uchirsa shu yonga surilibdi. U qorong'u yo'llarda timsiqlab danglashib nishonsiz yurib ketibdi. Dastur g'o'yildab chiqqan bir bo'ron ko'z ochquzmay uchib yurgan qumda bir haza yuribdi. Tuyuqsiz u yerning tagidan chiqqandek bir tunish ovozi anglabdi. U tang 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 qilgan o'tin kisi bosgan palto ovozi ekan. Dastur shu xushalligidan ichiga sig'may qapti. Hayajondan sakragisi kepti, ammo bo'ronning uchirib ketishidan qo'rqapti. U ata 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 deb baqiribdi. Bektur bu ovozni anglab dasturni qutqizib qapti. Shuningdan keyin to'qsonda bo'ron ko'p chiqadigan bo'lib qapti. Kishilar buning sababini dasturning uch yulduzim uch deyishini unutib qolganligini ko'rdikan. Shuningdan keyin to'qson qutqabning og'zi ichilib ketgan yer deb atalgan ekan. Shuningdan buyon qutqabning og'zi ochiq emish. Bo'ron to'qsondagi qutqabdan turponga, urumchiga, ko'rlig'a va qumulg'a ucharmish. Hozir to'qsondan urumchiga qarab uchgan bo'ron chaqpalak cho'rgilar ekan. Harmay chiqqan bo'ron chaqpalaklarni tinimsiz aylantirib tok paydo qilar ekan. Toklar urumchidagi qorong'u osmonni yulduzdek yoritib turar ekan. Xo'sh.